Assalomu alaykum azizlar, yaxshimisizlar? Salomon. Xo'p, mana bedenalarimiz bu yil oxirgi boqishimiz bilan bahorda boqamiz. O'sha aksiya 500 so'mlik aksiyani yana oxirgi marta nima qilmoqchimiz? 18-19 oktyabr kunlari, mana shanba, yakshanbaga aksiyani davom ettiramiz. Manzilimiz Namangan shahar Yuksalish mahallasida. Adres, lokatsiyalarni yozamiz, telefon nomerlarini yozamiz. Bemalol kelib va pishirishinglar mumkin. Xo'p, bular hali sal kichikroq, so'yadigan emas, bir 10 kun boqib keyin so'ysa bo'ladigan bo'ladi. Shifobaxsh bedana go'shtlari dori bo'ladi, xudo xolisa. Yaqinlarga tarqatinglar bu e'lonni. Ko'pchilik esa foydalanib qoladi.